Hayotda urushmaydi. Hayotda urushmaydi. Suxa. Yozganingizni kimligini o'qimayman. SMS-ingizga javobim mana. Hayotda urushmaydi. Bularni bahonasi nima aytaymi? Bizni O'zbekistondagilar Karim Madrahimov Tojik bilan birga necha marta urushaman deyapti. Necha marta urushaman deyapti. Nimaga urushmayapti? Sababini so'rasa aytadiki, organizatorlar bizga normalniy условия bermadi. Qanaqa условия? Normalniy pul to'lamadi. O'zlaring urushaman deyapsan. Pul so'rab nima qilasan? Senda kallani ishlataylik. Vizitda qabul qilishdingmi? U oktagon, u dunyoning pulini bermaydi o'zi. Lekin uriniga qarab pul beradi. Yo'q, bizga puli to'g'ri kelmadi, boshqa narsasi to'g'ri kelmadi deb turib o'yindan chiqib ketadi. Hayotda duxlari yetmaydi u bilan urushishga. U hammasini uradi u. Qani shunaqa narsani bahona qilmasin, chiqib ko'rishsinchi, malades, erkak ekan, vizitni qabul qilib urishib ekan deyman. Любой payt tayyorman deydi. Hali chiqmading desa, organizatorlar условияni yaxshi qilib bermadi, pulini yaxshi qilib bermadi. Tavba qildim. Agar men gapirayotgan bo'lsam, qaysidir MMAchiga o'pshiga aytyapman. Qaysidir MMAchiga u putimdan kelib chiqib, yo noto'g'risini aytaman, yo to'g'risini aytaman, yaxshi kelyapti deganini aytishim mumkin. Shuning uchun yana sizga aytaman, uka, qanaqadir efirda gapirib tursangiz, men gapirishim mumkin boshqalarga. O'pshiga qanaqadir gapirishim mumkin. Lekin yana bitta narsani bilib qo'ying, o'pshida aybi bor odam gapirib chiqadi-da, u. Bitta gapni gapirsa, ashig ish o'ziga to'g'ri kelganligi uchun gapirib chiqadi. Yo'q, aka, ko'pchilik qo'rqqandan gapira olmaydi desangiz, hozir O'zbekistonda odam odamdan qo'rqmaydi-da. O'zbekistonda bilasiz-ku, yoshi kattami kichik farqi yo'q bir-biriga. O'zi birov-birida qo'rqadigan joyi qolmagan. Shuning uchun meni kattaligim uchun, yo uni kichkinaligi uchun gapiryaptimi? Sizni gaplaringizni menga jo'natyapti. Aka, bu Humoyin mana qilyapti, o'zidan ukayapti. Menga bir endi nechtasi bo'lsa ham, u menga aytib gapirgan yo'q. Agar menga o'zi kelmayapti, aka, o'sha tashab turgan o'zi kelsin-chi bitta mana sani, mana siz bilan meni o'rtamda adovat qo'zg'atgan odam kim bo'ladi, aka, aytingchi? Adovat kim bo'ladi? Hozir siz bizni rasmlaringizni meni gaplarga qo'yib turgan kimlar? Ya, mas blogerlarda aytmayapman. Gado bo'ladi. Hozir mana gapirishding, Hamzat Chimayev YouTube yurganda biladi, zo'r edi. Kecha bo'yini solishtiring. Birinchi raundda Hamzat bosiluvdi, Arena Hamzatni baqiryapti. Ikkinchi raund tagiga tushmasa, Stricklandni baqiryapti. Ya, dalbo'yoq bular. Shuning uchun uka, menga oshiqcha qarang. Menga uka oshiqcha gapirmayman. Men birovga oshiqcha gapirsam, ash odam oshiqcha atay qaytarsa, bunda to'g'ri keladi. Birovga oshiqcha gapirmayapman, men egasini tutib, shuning uchun hozir aytayapman. Menga hozir gapirganingiz yo'q. O'zimga bundan keyin ham dalshiyam. Men ham hali bitta odamni Humoyinda duxi yetsa, shunga chiqib urishsin. Duxi yetmasa, bular duxi yetmaydi deb mani to'xtay bo'ldi shu joyda. Mana mashina narsa uchun, mana mashina narsani mana bunaqa katta pul yo'q. O'zi pul uncha yo'qligini hamma biladi. Bular odamlarni bilib turibsan yo'qmaydi. Uchun organizatorga mana masalan, Oktagon liga bilan meni o'rtamda uzilgan, oldin bo'lgan, hech kim urushmaganda borib urushganman o'sha Oktagon ligasida. O'rtamda o'sha tushunmovchilik bo'lgan, to'g'rirog'i ligani prezidenti Nuradin menga behurmatlik qilganida, men srazi stopini bosib, tochkasini bosganman. O liga bilan meni siyozim qolmagan ekan. Menga boshqa ligalar, masalan, qanaqa kontraktga interes qiladi deganim, masalan, glavniy boy, hurmatingizni qilgan joyda urishasiz-ku, to'g'rimi aka? Hurmatingizni qilmasa, organizatsiya sizga nimani qilmasa, bo'pti, короче, всё. Organizatsiyangga ham, o'zingga ham deb tashab chiqib ketib olasiz aka. Men shu ma'noda aytdim, kontraktni menga interes qiladi. Chunki sen menga vizit tashlayapsan dedim. Men xudo xolasa aka, Humoyin sifatida aytyapman sizga, hech qachon unga borib urushaman deb qo'yib turib, orqaga zadni yo'q qo'ying. Men xudo xolasa yutqizsam ham urushaman o'shan bilan oxirigacha. Shuning uchun men bilgan narsam to'g'risida gapiraman. Men bunaqa kontraktlar to'g'risida bilmadimmi, gapirimmi? Men hozir bilgan narsam to'g'risida gapirdim. Tushundingiz-a? Sizni kontraktingizni, qaysi ligadaligingizni men hali bularni bilaman. Men aytgan bo'lsam, aytdim. Hammasi hozir men voshi gapimdan qaytibman. Nima deysiz? Gapirdim. Bo'lgan narsalar to'g'risida gapiryapman.